Bolani diqqat e'tibori joyida emas. Diqqatni jamlashi yaxshi emas. Nima bo'lyapti? Nima shikoyat bilan kelyapti? Birinchi o'sha siyib qo'yishi bilan kelgandik. U yaxshi joyga bo'lgan ekan, o'zlashtirishi, tengqurlarni topib ketishi bilan endi. Asosiy kasallik enurez bo'lyapti-da, masalan uchun o'qishi sustroq, diqqat e'tibori pastroq degan narsaga uncha e'tibor bermay qolyapmiz ekan o'zi. Endi mayli siyish degan muammodan qutuldik. Endi iloji boricha yaxshi o'qish degan narsani ham baribir hamma xohlaydi-ku, to'g'rimi? Hamma ota-ona ham farzandi a'lochi bo'lishni xohlaymiz. Asosiy e'tibor enurezga bo'lgan ekan, oldingi yetishganlarimizdan. Endi e'tiborni diqqat e'tiborini jamlashga qaratamiz. Bolada o'zlashtirishni yaxshilashi, alfa ritmda shakllanish degan narsa bor-da. Boshim yana yoshga xos holda rivojlanishi o'zbekchasiga aytganda, aqliy jihatdan orqada emas, xotirasi ham yaxshi. Faqat bolani diqqat e'tibori joyida emas. Diqqatni jamlashi yaxshi emas. Endi bu sabablarni to'xtaladigan bo'lsak, organizmga nisbatan ichki va tashqi sabablar bo'ladi-da. Ichki sabablar o'zini oddiy qonini kamligi, vitamin D ni 20 dan pastligi, vitamin B12 ni pastligi, me'da deymiz, gijjalarning ko'pligi bu organizmning ichkaridan bo'ladigan sabablar. Oddiy qon kam bo'lib ham bolada xotirasi past bo'lib yuradi bolalar. Endi tashqi sabablarga ko'ra, ya'ni ijtimoiy muhit, oilaning notinchligi bo'lishi mumkin. Yoki bolani bolani o'zining kurugini buzilishi, masalan, u ko'proq 4-sinfdan keyin boshlanadi bolalarda, kattasini bo'lib qoldim deyishadi-da. O'zidan kattaroq bolalar bilan qo'shilib qoladi. Yo'qmi? Kuruk tuzishib oladi. Banda bo'lishib oladi bular. O'qib nima qilasan deydi, ha? Yurib unaqa deydi, o'sha muhiti buzilib qoladi bolaning atrofida, psixologik holatlar. Odatda qon analiz deganda faqatgina nima ijtimoiy tarmoqlarga ham aytishimiz kerak, faqat gemoglobin, leykosit, ro'yga qarashadi, troyka deb qo'yadi. Bundan tashqari eritrositlarning soni, eritrositlarning shakli, eritrositlarning tarqalish kengligi, eritrositlarning gemoglobinga to'yinganlik darajasi yoki leykositlar formula deymiz, neutrofilioz va limfositoz tomonga og'ishi. Juda katta ko'p ma'lumot olsak bo'ladi kengaytirilgan qon analizida. Umuman oddiy olib qaraganda sog'lom. Yuribdi, o'ynayapti, yeyapti, zo'r. Lekin chuqurlashib qaraydigan bo'lsa, jiqcha darsga nisbatan diqqat e'tibori kam, ha? O'qituvchini ham qiynab qo'yapti. Repetitorlarga bergimiz keladi, bolani a'lochi qilgimiz keladi-da, pul sarflayapmiz, lekin natija bo'lmay qolyapti. Shunga ozgina muolaja qilsak, birgalikda o'tib ketadi. Muolajalarimiz farmakolorik va psixologik usullarda olib boriladi.